Merry miyimizga joy tanlaymiz, bo'ptimi? Sizga ko'rsataman, 3 ta variant bor. Qarang, mana birinchi variant. Qarang, bu ikkinchi variant. Qarang, bu uchinchi variant. Bittasi tog'da, ikkinchisi studiyada, uchinchisi katta shahar tomida bo'ldi. Qaysi biri yoqdi sizga? Они все красивые, мне все понравились. Давайте выберите вы. Qarang, unda ham nima qilamiz? Obunachilar tanlab bersa, meni ham to'yxonani ham tanlab berishdi. Yozinglar, sizlarga qaysi biri yoqdi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi variant. Yozinglar kommentariyaga. Откуда вы приходите? Xullas, Zo'rdan qalqib chiqdim-da hozir. To'yxona gaplashilingan. Bormi? San'atkorlar gaplashilingan. Ash to'ydan bilasizmi? Glavnisi video foto qoladi-da o'zi. O'shanga yaxshilarini gaplashish kerak. Gold Vision'da gaplashdim hozir. Xudo xolisan. Hozir eng zo'rlaridan Gold Vision bo'lsa, keyin kelin qo'yina gaplashsak bo'ldi sizga. Все хорошо. Ketdimmi? Davay. To'ylama boring. Hali ham to'yini hayb qilyapti, tuda-suda deyotgan insonlar. Mana shu ukamni chaqirdim nimagaki buni yozuv chiroyli, taklifnomadagi chiroyli yozish uchun chaqirdim. Mana mehmonlarni bitta yozib chiqyapmiz. Shuncha nima deydi? Taklifnomalar bo'tdi, mana bo'tdi, mana. Shunaqa, endi bilmadim, hozir buni ham kommentariyasiga menimcha yozishsa kerak. Yo, bila. To есть mana qalan chiqartirib olgan, problema emas, deyapti menimcha. Ishonmaganlar kelib ko'ringlar to'y kuni bemalol. Yangilik. Mana nihoyat meni partnyorim uylanmoqdilar. O'zbeklardan xursandmiz. Sitaroxonga ham, mana onalariga ham taklifnoma bergan keldim, lekin mana onalari aytdi, rostdanmi yo shumi agar shu bo'lsa, qarang, hamma duoyimni qayta olaman deyapti. Shunday. Shunaqa. Endi buni to'y masjidlar kuni aniq bo'ladi. Rost ekan to'ymi yoki bu prosta mana shu kontentlarni yakunimi? Buni to'y kuni deb man. 16-iyul kuni bilib olasiz. Bilasizlar. Ha. Yeylik. Ha. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yoqamizmi? To'ymi yoki bu? Bu to'xting. To'ymi?